Assalomu alaykum kanal obunachilari, agrotexnika ishqibozlari. Qo'qon shahar Saxiy magazinimizda mana nasoslarimizni kampirlik holati keldi akalar. Hozir terib mana chiroyli holatga keltirib qo'ydik. Oboror 200 lik pompa 11-15 motorga 150 lik pompa qo'yilgan. Mana 200 lik pompa bilan hali narxigacha ham chiqqan yo'q. Murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa narxlarigacha bilib 11,5 kilovatlik pompa va 7,5 kilovatlik pompa bilan qo'yilgan mana. Kampirlik holatda ko'rishingiz mumkin. 400 tonnaga 300 tonna tashlaydigan nasosimiz. Odatda bunga 11-10 motor qo'yiladi 150 lik pompaga. Biz 11-15 qo'yganmiz. 300 tonnadan oshiqroq tashlaydi, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ramalari, pompa, motor, kirchatkalari bilan qo'yilgan holati mana. Kirchatkalarigacha qo'yilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Hammasidan bor.